Salqin tushib, havo sovigandan keyin mushaklarda og'riqlar va shamollashlar avjiga oladi. Aynan shu kasalliklarni oldini olish uchun ilik sho'rva tayyorlab, tez-tez ichib turing va yaqinlaringizga tayyorlab bering. Kasalliklarni oldini oladi. Shunaqa tanani yayratadigan mazali sho'rva bo'ladi. Birinchi bo'lib qozonga iliklarni solamiz va ketidan mushakli go'sht soldim. Mol go'shtidan foydalanamiz. Qaynab chiqqach, kerakli ko'piklardan tozalab olamiz. Tuz va kerakli ziravorlarni, piyozni solib qaynatamiz. Sho'rvaga ketadigan mahsulotlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Mahsulotlar qaynab ezilib ketmasligi uchun marliga hammasini solamiz, yaxshilab tugib, marlisi bilan sho'rvaga solib qaynatib pishirib olamiz. Shunda ezilib ketmaydi. Sho'rva yana shira tortib, mazali bo'lib pishguncha 4 soat qaynatib olamiz. Qolgan iliklarni suyagidan ajratib solib, yana biroz qaynatamiz. Sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, barcha yaxshi ko'rgan yaqinlaringizga bu vitaminli sho'rvani yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.